Avstraliyaga 3 ta talabamizga talabalik vizasi chiqyapti. Keling ushbu talabalarimiz qaysi o'qishga ketyapti va necha yil viza olgan birma-bir tushuntirib beraman. Xo'p. Birinchi talabamiz Akobir. Sizlarga ko'rinyapti. Xo'p, yoshi 2007-yil, o'tgan yil maktab tamomlagan, 2026 dan 2029, ya'ni 3 yillik programmaga ketyapti. Bir qo'shilgan 2. Ya'ni talabamiz birinchi UTEST o'qiydi, UTEST kollejda diplom o'qiydi va diplomi uchun $10,000 chegirma olgan. Mana ko'rgan bo'lsangiz $10,000. Keyin universitetga o'tadi. Universitetda esa 2 yil o'qiydi, Bachelor of Business sohasini va asosiysi 40% chegirma olgan, imенно biznes sohasiga bakalavr uchun. Xo'p, keyingi talabamiz Ergashali. Ergashali 2023-yili maktabni tamomlagan. E'tibor beradigan bo'lsa 2005-yili xuddi shu talabamiz ham diplomga qo'shilgan bakalavr, ya'ni 3 yillik programmaga ketyapti. 2026 dan 2029gacha vizasi berilyapti. Xo'p, o'qishini ko'ramiz. O'qishi Central Queensland universitetida o'qiydi. 25% chegirma olinyapti. 2026 dan 2027gacha diplom o'qiydi. Undan keyin esa bakalavr dasturini o'qiydi. Mana Bachelor of Business Central Queensland universitetida. Xo'p, oxirgi talabamiz bu Hojiakbar talabamiz. Bu talabamiz yoshi kattaroq, 2004-yil, 2026 dan 2029, 3 yillik to'g'ridan-to'g'ri bakalavr ketyapti. Sababi bu talabamiz 1 yil Koreyada o'qigan. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, COE'si mana 2026 dan 2029 Central Queensland universitetida 25% chegirma olgan. Eng asosiysi bu talaba maktabni 2021-yil tamomlagan. Ya'ni 5 yillik orada gap yeri bor. Bir Koreyada 1 yil o'qigan. Agar sizlar ham Avstraliyada o'qimoqchi bo'lsanglar, bizga aloqaga chiqinglar, sizlarga yordam beramiz.